Assalomu alaykum. Kashf.uz kanalimizga xush kelibsiz. Bu yangi kanal, obuna bo'lamiz. Bugungi videoda biz Savet Insta bot shunga o'xshash bot yaratishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib Telegramga kirib olamiz. Telegramdan bot father olamiz. Noto'g'ri ketib qolibman. Bot father bor o'zi. Keyin start bosib olamiz. Sizlarda chiqadi. Keyin new bot bosamiz. Nom Savet Insta bot. Link shunga o'xshash link Savet Insta bot. Tayyor bo'ldi. Keyin biz botimiz. Endi new bot var. Shunaqa chiqsanglar. Keyin hashbotni edit description endi abuye, ya'ni bunaqa joyga o'xshash tarjima qilib qoladi. Assalomu alaykum bo'lamiz. Box edit descriptionda bunaqa o'xshash chiqib turadi. O'shanga assalomu alaykum, bu yerda xohlagan videoni yuklab olsa bo'ladi qilamizda. Yerda box ana sabotga qilsak oz chiqadi. Chiqib qoladi o'zi. Edit bot description podi. Ana shu joyda ustida podi bo'ladi. 640 ga 360 bo'lish kerak ekan. Men mana shu ashuni qilganman. Ya'ni bu qanaqa programmada PicPart. Box bosamiz, o'sha rasmni jo'natganimizdan keyin edit hamma narsa bo'ldi. Endi botimizga kirib olamiz. Ana chiqdi. Xohlagan o'zimiz rasmimizni qo'yib olamiz. Rasmni yoqdi. Saqlayib qo'yamiz. Okey. Endi hech qayerga hech bo'la qilmaymiz. Endi shunday qilib yozib olamiz. Mana yangi chiqadi. Mana ko'rib olinglar. Foydalanuvchilar. Bu yerga startni bosib olamiz. Start. Mana o'zbek tilini tanlaymiz. Ijtimoiy tarmoqlarda media yuklab olish bot uchun bot qilamiz. Musiqa va tanib olish bilan bot. Uni keyingi videolarda o'rgataman. Ijtimoiy tarmoqlarda media yuklab olish uchun bot bosamiz. IP token so'rayapti. IP token bu IP token bo'ladi. Qilsanglar keyin saqlanib qolamiz. Bitta ustiga bossanglar saqlanib bo'ladi. Keyin bu joyga tashlaymiz. Ko'rilmoqda bot. Bo'ldi deyapti. Mana boshlashni bosib olamiz. Mana o'zbek. Endi xohlagan video deyapti. Mana Instagramda Alloh berishni boshlaganda dahshatga solib qo'yadi. Endi olib qo'yishni xohlasang dahshat. Bu joyga havolani tashlaymiz. Alloh berishni boshlaganda dahshatga solib qo'yadi. Endi galeriyaga saqlasa bo'ladi. Shunday ma'lumotlarni yo'qotmaslik uchun bizni kanalga podpiska